Assalamu alaykum, hürmetli televizyon körgüçüler. Dünya Uygur Kurultayı Tor Televiziyasının günlük haberler programımıza hoş geldinler. Ben İftihar Abdurşid. Hürmetli görürmenler. Tövende diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatı da bolsun. Germaniyanın Frankfurt şəhərində 6 sentyabr düşdən burun ötküzülgən 9-cu növbətlik Germaniya-Xitay savdo söhbəti yığını və Germaniya bilan Xitay o'rtasida savdo münasibət qurulğanlığının 50-ci illigini xatırlash murosimi Dünya Uygur Qurultayı başçılığındakı Uygur təşkilatlarının, Germaniyadakı kişilik hüquq təşkilatlarının və Tibet, Hong Kong təşkilatlarının güclük narazılıqqa uçurdu. Şu günü Dünya Uygur Qurultayı, Dünya xətar astidagi millatlarni qo'g'dash tashkiloti, Yevropa Sharq Turkiston birligi, İlham To'xtini qo'llash guruhi, Germaniya Tibetliklarni qo'llash guruhi va Germaniya Hong Kongliklar jamiyati qatorliq tashkilotlar birlikda yig'ini ichilayotgan binoning oldida norozilik namoyishi o'tkazib, Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va Tibet, Hong Kong xalqlariga yurgizayotgan besim va zulm siyosatiga qattiq la'nat o'qish bilan birga Germaniya hukumatidan Uyg'ur majburiy emgakiga chetishlik mahsulotlarning import qilinishini cheklashni va majburiy emgakdan naf olayotgan shirkatlarga qarata jazo va cheklash tadbirlarini yo'l qo'yishni talab qilishdi. Dünya Uygur Qurultayı o'tgan yili Germaniyadagi Uyg'ur majburiy emgakiga chetishlik ba'zi shirkatlar ustidan Germaniya sudlariga ariznoma sungan edi. Bu vaqtdagi sudlar davom qilmoqda. Namoyish maydonidan istansimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan Dünya Uygur Qurultayıning bayonotchisi va Qurultay Berlin ishxonasining direktori G'ayur Qurban apandim bu vaqtda ma'lumot berib mundaq dedi. Hürmetli televizyon görgüçüler, bugün 9. ayının 6. günü biz Germaniyanın Frankfurt şehrinde sizlerge namoyish maydonida xabar berib bugün 9. navbatlik Germaniya va Xitoy yuqori darajalik iqtisod shunoslar va korxonchilar suhbati mana shu binoning ichida bo'lib o'tadi. Biz bugün Uyg'urlar, Germaniyada yashayotgan Uyg'urlar, Tibetler ve Hong Konglik faoliyatchilar bir yerga jam bo'lib vatanimizda bo'lib o'tgan Uyg'ur inson haqlari, dafsandichiligi va irqiy qirg'inchilik haqida bu yerda bugungi mush yig'inga keldigan Germaniyaningki yuqori darajalik amaldorlarga o'zimizningki talablarini anglatish va shundaqla Xitoy bu yer mush yig'inga qatnashadigan Xitoy hukumatiningki, jumladan Kommunistik partiyaninki yuqori darajalik amaldorlarga bo'lgan nafratimiz, ularninki xalqimizga elib borayotgan irqiy qirg'inchilikka bo'lgan ayblashimizni bu yerda o'zimizning jaranglik shuarlari va faoliyatlarimiz orqali bildirmoqchi bo'lyapmiz. Faoliyatimiz endi boshlandi. Yig'in qatnashadigan Germaniya va Xitoy amaldorlari bir-birlab kelyapti. Bu yerda biz 300 kunlargacha turib so'zlash ve şuarlarımızı jaranglik to'g'lash orqali jumladan bu yerdagi Uyg'ur qirg'inchiligiga bevosita mas'uliyati bo'lgan Xitoy kommunistik amaldorlariga Uyg'ur xalqining ovoziniki o'chib qolmaydiganligini va qat'iy to'xtamaydiganligini ko'rishimizning davom qilganligini bildiramiz. BDT Kişilik Hüquq Ali Komissariyetining 31 avgust kechasi e'lon qilgan Uyg'urlar to'g'risidagi doklatidan keyin xalqaroda Xitoyga qarshi amaliy harakatga o'tish chaqiriqlari kuchaydi. Nurg'un xalqaro kishilik huquq organlari chaqiriqlarida Birlashgan Davlatlar Tashkilotini, shundaqla Amerika qatorliq G'arb demokratik davlatlarini amaliy harakatga o'tishga da'vat qildi. Amerikadagi kommunizmning ziyonkashligiga uchirg'uvchilarni xotirlash fondi, Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti va Xalqaro kechirim tashkiloti, Erkinlik saroyi qatorliq organlar Twitterda e'lon qilgan bayonotlarda Birlashgan Davlatlar Tashkilotining va erkin demokratik dunyoning amdi harakatga o'tishi, rayonga mustaqil tekshiruvchilarni avatishi, Xitoy hukumatini jazolash kerakligini bildirishgan. Doklad e'lon qilingandan keyin 20 davlat turishliq 60 Uyg'ur tashkiloti birlikda o'rtaq bayonot e'lon qilib, xalqaro jamiyatni, jumladan har qaysi hukumatlar, ko'p tarafli organlar va xalqaro shirkatlarni harakatga o'tishga chaqirgan edi. Dünya Uygur Qurultayıning raisi Dolqun Aysa apandim 2 sentyabr kuni Al Jazeera televiziyasi ingliz kanalining ziyoratini qabul qilib, dokladning e'lon qilinishi bilan Xitoyning Sharq Turkistondagi jinoiy qilmishlarining BDT tarafidami e'tirof qilinganligini ta'kidlab o'tish bilan birga, hamda xalqaro jamoatchilikning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'sib qilish uchun amaliy harakatga o'tish paytining yetib kelganligini bildirdi. Amerikadagi nopuzluq kishilik huquq organi Erkinlik saroyi bo'lsa Twitterda e'lon qilgan chaqiriqida BDT kishilik huquq oliy komissariyatining oxiri Uyg'urlarga qilinayotgan zulmni bekitganligini qarshi olgan va mundaq deb ta'kidlagan. Erkinlik saroyi intayin aniq bu faktlarning irqiy qirg'inchilik
qirg'inchilik va insoniyat qarshi turish jinoyat tashkil qildiganligiga ishonildi. Har qaysi hukumatlar bu jinoyatlarni sodir qilayotgan va uningdan nafga erishganlarni javobgarlik tortish uchun masqadamda tirishchanlik ko'rsatib, Uyg'ur rayonida ishlab chiqarilgan mahsulotlarga qaratmalikqa bo'lgan jazolash va cheklash tadbirlarini elishi kerak. BDT Kişilik Hüquq Ali Komissarlıqının Uyghur vaziyeti haqidagi dokladının e'lon qilinishi chet ellardagi Uyg'ur tashkilotlarini harakatga keltirdi. Bu munosabat bilan Avstraliya Uyg'ur jamiyatining raisi Mehmet Obul, muavin raisi Gülmira Zunun, Dünya Uyg'ur qurultayining muavin bosh taftishi Jurat Abdukerim, Qurultay Muhojirlar komitetining muavin mudiri Mehmet Chalabchi va Avstraliya Uyg'ur jamiyatining a'zolaridan Talg'at Abbos, Rizvan Zununlardan tarkib topgan hay'at 5-sentabr kuni Sidneydan Avstraliyaning poytaxti Canberraga berib bir yurish muhim uchrashuvlarda bo'ldi. Shu kuni ular Avstraliya Liberal partiyasining kengash palatasidagi lideri senator Simon John Birmingham, Liberal partiyasidan senator James Peterson va Yeşillar partiyasidan senator Jordan Steele John qatorliqlar bilan ayrim holda uchrashish ilib berib, ular bilan BDT Kişilik Hüquq Ali Komissarlıqının Uyg'ur vaziyati haqida e'lon qilgan dokladini cho'ri degan asosda suhbat ilib bordi va Avstraliyadagi Uyg'urlarning Avstraliya hukumati va parlamentidan kutadigan ba'zi konkret talablarini o'ttirg'a qo'ydi. Bu qatimki Canberra ziyoratini bevosita o'rinlashtirgan Mehmet Chalabchi apandim senatorlar bilan ko'rishish jarayonida qilgan so'zida Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan yerli xalqlarga yurgizayotgan insoniyatga qarshi jinoyatlarining BDT tarafidan qabul qilinganligini va Xitoyning jinoiy qilmishlarini to'sib qilishning BDTga a'zo davlatlarning bosh tortib bo'lmaydigan majburiyat ekanligini ta'kidlash bilan birga Avstraliya parlamentining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qabul qilib maxsus qaror ma'qullashi lozimligini, Avstraliya hukumatining yer shari Magnitsky qonuni bo'yicha Xitoy qarta jazo va embargo tuzumlarini yo'l qo'yish lozimligini, bo'libmi Uyg'ur majburiy amkiga chetishlik mahsulotlarning Avstraliyaga kirishini to'sish uchun jiddiy harakat qo'llanishi lozimligini o'ttirib qo'ygan edi. Uyg'ur hay'ati Canberradagi faoliyatlari jarayonida yana ba'zi matbuotlarning ziyoratini qabul qildi. Shu kuni Canberradan istansimizning telefon ziyoratini qabul qilgan Avstraliya Uyg'ur jamiyatining raisi va Dunyo Uyg'ur qurultayining vakili Mehmet Obul apandim bu qatimki ko'rishlar haqida ma'lumot berib mundoq dedi. Assalomu alaykum. Bugun biz Sidneydagi Avstraliya Uyg'ur jamiyati jamiyat vakillari ham jamiyat a'zolaridan bo'lib jami 6 kishi bir kichik hay'at guruhini tashkil qilib shu Avstraliyaning poytaxti Canberraga Sidneydan atiganda yo'lga chiqib shu o'ringa berib 3 dona senator ya'ni senat shular bilan ko'rishadigan bir appointment olganligimiz uchun o'sha yerga borgan. Buningda bizningki Dunyo Uyg'ur qurultayininki vakili Mehmet Chalabchininki tuhfasi intayin zo'r. Shu munosabat bilan biz u o'ringa berib shu senatorlar bilan 3 senator enandagi bir muxbir bilan ko'rishish shu jarayonda bizningki Sharq Turkistondagi Xitoylarning irqiy qirg'inchiligini Avstraliya hukumatidan talab qilib bir irqiy qirg'inchilik deb tanitish, shundaqla biz o'zimizningki talabini, ya'ni Avstraliya hukumatidan Magnitsky qonunini yo'l qo'yish ham Xitoyningki majburiy emgak mahsulotlarini Avstraliyaga kelishini cheklash talab qilib shundaq bir orzu bilan umidlar bilan borgandik. Undan keyin ko'rishish jarayonida bizningki bir ta'sir qilgan bundan burungi ko'rishishlarimizga o'xshamaydigan bir ish. Bu qatimki shu Birlashgan Davlatlar Tashkilotininki e'lon qilingan dokladninki shu Avstraliya siyosiy yo'llari hukumat arboblari undan keyin parlament a'zolariga qanchalik ta'sir qilganligini ko'rdik. Ular biz dokladlarimizni taqdim qilish jarayonida hatto biz shu nimaninki Birlashgan Davlatlar Tashkilotining reportininki dokladninki nimasini tilg'ab bo'g'icha bular allaqachon bilganligini, undan keyin bularning intayin o'zlarining nima qilganligini Xitoylar shu haqiqiy bir qirg'inchilikning bo'layotganligiga ishonganligini o'zlarini aytdi. Samimiylik bilan bizlarga aytgan bo'ldi. Shundaqla bizga ko'p
esdaşlığını qilgan ifodalaydi. Muşundan biz şunu gördükki, bu qitimki Birleşken Devletler Teşkilatı'nın e'lon qilgan bu doklati, gerçi bizningki Uyg'urlarning hozir beşik kelayotgan kunlarni irqiy qirg'inchilik deb atamagan bo'lsa-mu, lekin insoniyatga qarshi jinoyat deb ataganlikning o'zi bizningki mushu da'vo ishlarimizga nihoyat bir cho'ng turtkilik rol o'ynaydigan bir qurol ekanligini bugun tonib ketgan bo'ldik. Chunki bundan burungi ko'rishishlarimizda bundaq ularningki aktiv holda bizga bir siyosatchilik qiladigan ishlarni az uchratgan bugungi ko'rishimizdan shuni ko'rdikki, bu qitimqi Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki bu qitimqi e'lon qilgan dokladninki bundan keyingi da'vo ishlarimizga nihoyatda zo'r turkilik rolning bo'lganligiga ishondik. Ko'p qarindoshlarimizga, hammamizga dunyo shu Sharq Turkistonlik qarindoshlarga, dunyoning har qaysi joylaridagi qarindoshlarga muborak bo'lsin deb qaraymiz. Hammanglarga salom. Növbət Qazaqstandakı Uyğur maarifi yanılı özünün sistemlik programmaları boyunca davamlaşmaqda. Şərq Türkistanda milli maarifimiz bütünlüy xitaylaşdırılıb, vəyran qılınğan bugünkü gündə Qazaqstan Uyğur tilida başlanğıç, toluqsuz və toluq o'tir maarifi mükemmel yürgüzildiğan birdən-bir dövlət bo'lib qaldı. Xəbərlərdən məlum bo'lishicha, 1-sentyabrda Qazaqstanning barlıq umumi bilim berdiğan məktəblərdə yangi o'qish yili başlanğan bo'lib, Uyğur məktəblərimi o'qish başlagan. Hazır Qazaqstandakı Uyğurlar öz farzandlarini toluq Uyğur tillik məktəblərdə ve aralash, yani o'qitish Qazaq, Rus ve Uyghur tillarida yurgizilgan maktablarda o'qitadi. Bu maktablarning soni 60dan oshiq bo'lib, umuman 17 ming Uyghur bolasi o'z ona tilida bilim oladi. Mazkur maktablar Olmuti shahri ve Olmuti viloyatining Panfilov, Uyghur, Emgekchi Qazaq ve Talg'ir noyalarida o'rinlashgan o'qitish, Uyghur tilida yurgizilgan maktablarning barliqiga boshqalar qatorida davlatdan xarajat ajratildi. Ular shundaqli o'qish qurollari ve kadrlar bilan ta'minlangan. Shundaqdimi yana Qozog'istonlik Uyghur saxovatchilar Uyghur maktablarini yangilab qurish, remont qilish va o'qitish aslalarini to'liqlash ishlariga xolis yordam berib kelmoqda. Abay nomidagi Qozoq Milliy pedagogika universitetining dotsenti, filologiya fanlarining kandidat doktori Ruslan Arziyev Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limining muxbiriga qilgan so'zida Qozog'istonlik Uyg'ur maktablarining ahamiyati haqida to'xtalib mundaq dedi. Bizning bolalarimiz ruscha, uyg'urcha, qozoqcha o'qisimi baribir o'zimizning qari ko'zlarimiz. Ularning orasida farq bo'lishi so'zsiz. Ammo uyg'urcha o'qigan bolalar ona tilga puxtaroq bo'ladi. O'zining madaniyatini, urf-odatini, tarixini, adabiyotini bildigan o'quvchi bo'ladi. Millatning saqlanishiga o'zining ulushini qo'sha oladigan Uyg'urlardan bo'ladi. Hamda boshqa tilda o'qigan bolalar mutlaq boshqa millat bo'lib ketmaydi. Biroq o'zining millatiga xizmat qilish, o'zining milliy kimligini saqlash masalasida ularda cho'ng bir bo'shliq bo'lib qoladi. Chunki asosiy bilim baribir ona tillik maktabda shakllanadi. Rasmiy matbuotlarda, ijtimoiy taratqularda e'lon qilingan ma'lumotlarga asoslanganda o'z ona tilida bilim ilib, oliy o'qish o'rinlariga kirayotgan Uyg'ur qiz-yigitlarning soni barg'ansiri ko'paymoqda. Hozir ular mamlakatning yetakchi oliy maktablarida bilim olmoqda. Aziz ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasini sundik. Keyin qitimliq sonimizda ko'rishaylik. Aman bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.